Assalomu alaykum, hurmatli kanalimiz obunachilari. Bugun sizlar bilan barcha biladigan va doimiy ravishda xonadonini ko'rki bo'lgan adenium guli haqida batafsil gaplashamiz. Adenium guli uchun asosiy o'rinda yorug'lik kerak bo'ladi va biz mavzuni yorug'lik bilan boshlaymiz. Yorug'lik yozning jazirama oylarida tushlikkacha quyosh va juda yorug' joy zarur hisoblanadi yoki hovliga chiqarilsa ham bo'ladi. Albatta, quyosh ko'rishi kerak bo'ladi. Adenium uchun harorat esa qishda kun davomida tikka quyosh tushadigan deraza tokchasiga qo'yiladi. 14-35 gradusgacha bo'lgan haroratlarda juda yaxshi o'sadi. Uydagi issiq va quruq haroratga ko'nikuvchan gul hisoblanadi. 10 gradusdan past haroratga aslo tushmasligi lozim. Bu haroratda gulni sovuq urishi mumkin. Bu adenium uchun nihoyatda xavfli hisoblanadi. Eng past gradus 11 gradus va eng yuqorisi esa 35 gradusni tashkil etadi. Sug'orilishi esa yoz oylarida suv me'yorida beriladi. Ortiqcha suv umuman mumkin emas. Ustki tuproq qatlami to'liq qurishini kutish kerak bo'ladi. Kunlar salqin bo'lishi bilan suv anchagina cheklanadi, chanqatib sug'oriladi. Tarelkada ortiqcha suv to'planishi aslo gul uchun mumkin emas. Asosan sug'orishda e'tiborli bo'ladigan bitta tarafi bor. Bu gulning tuprog'i 2-3 sm quriganligini tekshirib ko'rgan holda sug'orsangiz ham bo'ladi. Adenium guli uchun sprey adenium uchun zaruriyat emas, lekin gohida sepib turilsa juda ham yoqimli muolaja bo'ladi. Adenium gulini ko'paytirishda esa asosan urug'idan yoki ustki shoxidan 10-15 sm kesib teplичка ildizida otadi. Adeniumdagi kasalliklar esa kasalliklardan eng xavflisi chirish bo'lib, ortiqcha sug'orish sababli yuzaga keladi. Bunday paytda fungitsid yordamga keladi. Barg kasalliklarida insektisid. Bu haqda alohida tushuntirib ham o'tamiz. Perisadkasi esa adeniumlar sekin o'sishini hisobga oladigan bo'lsak, tuvakdan tuvakka o'tkazishga juda ham ehtiyoj sezmaydi. Kichik adeniumlar har 2 yilda yoki 3 yilda bir marta ildiz butunligi buzilmagan holda eski tuvagidan 2-3 sm kattarog'iga o'tkazilsa bo'ladi. Katta adeniumlar ildiz sistemasi tuvakni yorib chiqmaguncha kattaroq tuvakka o'tkazilmaydi. Bo'yiga kichik, eniga katta tuvaklarga ekiladi. Ozuqalaridan esa asosan bahor, yoz va kuzda 10 kunda bir marta sukulent kaktuslar uchun mo'ljallangan ozuqa beriladi. Qishda esa aslo ozuqa berilmaydi. Tikka quyosh suvining chanqatib berilishi va ozuqa keraklicha ta'minlanishi adeniumlar bo'ladigan asosiy talablar hisoblanadi. Azizlar, keyingi videomizda qaysi gul haqida ma'lumot kerak bo'lsa, albatta kommentariyaga yozib, bizga obuna bo'lib qo'yishingizni so'raymiz. Adeniumning ko'paytirilishi haqida aytib o'tadigan bo'lsak, adeniumlar urug'i orqali juda ham yaxshi va juda ham ko'p bo'lib ko'payadi. Adenium urug'lari kimga kerak bo'lsa, albatta kommentariyaga yozib qo'ysangiz yoki lichkamizni qoldirganmiz, o'sha lichka orqali Telegram sahifamizga o'tsangiz ma'lumot beramiz. Adenium urug'lari o'zimizda sotiladi. Kimga kerak bo'lsa, albatta Telegram lichkamizga o'tib zakaz berishingiz mumkin. Keyingi videolarda ko'rishguncha xayr, salomat bo'ling.